Har hafta rashyot qiladigan ish bormi Zuhriddin deganlar uchun mana sizlarga ish bor. Har hafta rashyot oyligi kuniga 4000, 5000 rubl smenasi. Undan tashqari ovqatlari, pitaniyalari mutlaqo bepul. Va yana bir plyus tarafi bu ish uyingizda oldida bo'ladi. Bu ish faqat erkaklarga, 18 va 40 yoshgacha erkaklarga, ayollarga deydigan bo'lsanglar, ayollar pastda Telegram silkamiz bor. Telegram kanalimizga o'tsanglar, o'sha joyda ham ayollar, ham erkaklar 18 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan hamma uchun ish bor. Faqat u Telegram kanalimizda. Zuhriddin musofir deb yozsanglar ham Telegramdan postdan chiqadi, yo bo'lmasam kommentariyada birinchi silkada turibdi. Tezda o'tib o'sha joydan bemalol tepaga chiqib, xohlagan ishlarni ko'rib olishingiz mumkin. Demak, biz bugungi yangiligimizni boshladik. Ofirda yurgan aka-opa singillarimiz diqqatiga, kimga ishonchli bazada turadigan registratsiya, trudovой договор, уведомление, SNILS, NN, перевод, pasport, deport, zapret tekshirish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi +7926 132 42 42 raqamlarimizga WhatsAppdan aloqaga chiqaverasizlar. Avaz akamiz sizlarni har bitta ishinglarni o'z vaqtida ishonarli va kafolatli tarzda bitirib beradilar. Bilasizlar, bizning xizmatlarimiz Moskva, Moskovskiy oblast, Vladivostok, Ryazan, Kazan, Tula hamma shaharlarda bor. Bemalol ekrandagi nomerlarimiz bilan bog'lanib, Avvalambor assalomu alaykum, Zuhriddin musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kun deb qolamiz. Mana bugun 3-oktyabr 2025-yil, ozgina grippligimga qaramasdan ham, Xudo xolasa sizlarga ish chiqarishdan to'xtamaymiz. Albatta, kommentariyada hech bo'lmasa duo qilib qo'yinglar. Allohim shifo bersa, bundan-da zo'r ishlarni tezroq va ko'proq chiqarishda davom etamiz. Demak, bugungi ishimiz Moskva, Moskovskiy oblast territoriyasida bo'ladi. O'zim ishlagan Vkusvil magazinini bilasizlar. Men yangi o'sha blogerchilik sohasida boshlayotganimda skaladlarda, magazinlarda ishlab yurardim. O'shanda Vkusvil magazinida ishlaganman. Xuddi o'sha Vkusvil magazini bilasizlar, Rossiya territoriyasida eng zo'r magazinlardan 2-o'rinda turadi, Azbuka Vkusdan keyin. Mana shu Vkusvil magazinlarga kompletoshlik vakansiyasi bor, ya'ni tovar yig'ish kerak. Zakaz keladi, shu zakazni tezda yordamda yig'ib berishingiz kerak, kuryerga tayyorlab. Bunaqa Vkusvil magazinlari butun Rossiya territoriyasida joylashgan. Shuning uchun Moskvami, Moskovskiy oblastmi patentingiz bormi? Har haftalik rashyot ish kerakmi? Mana ekrandagi nomerga telefon qilib, o'zingiz uchun lokatsiyani olib olishingiz mumkin. Ya'ni uyingiz yaqinida qatnab borib ishlab kelaverasiz. Bu yerda ish o'rgatiladi обязательно Moskva yoki oblast patent bo'lishi shart. 18 dan 40 yoshgacha erkaklar hozircha. Oyliklari har hafta rashyot, pitaniya bepul. Yana nima qoldi? Ish vaqtida o'sha necha soat ishlashingiz, shuncha ko'p oylik olasiz. Ya'ni qancha tez ishlasangiz, shuncha ko'p oylik olasiz. Xo'p, 4000, 5000 bu ob'yom degani, ya'ni bez ob'yom emas, ob'yomlik. Ishlagan soatingizga va ishlagan urgan pikingizga pul olasiz. Qancha ko'p tovar yig'sangiz, shuncha ko'p oylik olasiz. Menimcha men hamma ma'lumotni berib o'tdim. Sizlarga kerakli. Agar qaysidir ma'lumot qolib ketgan bo'lsa, nimadir tushunarsiz bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qilib, bemalol o'zingizlar uchun kerakli ma'lumot olsanglar bo'ladi. Buni ishi eng yaxshi va qiziq tomoni o'sha har hafta rashyotligida. Bir hafta ishlaysiz, keyingi hafta rashyotni olib ketaverasiz. Oylikka 2 oy, 3 oylab kutib o'tirmaysiz. Shuning uchun bu ishni bosib yuboradigan jigarlar. Albatta videomizga maksimal like bosib, videoni Moskva oblast territoriyasida ish qilib yurgan akaxonlarimizga yuborib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Zuhriddin musofir kanaliga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.